Kobul de bantiklar qilib qizil bantiklar o'rab qo'ygan Kobiltga. Orqasiga oldiga otajonimga deb yozib qo'ygan. Birdan haligi bolani quvib qolsa, yonimizdagi ustoz. Hoy ta'sir, shoshmang deydi. Qo'rqib ketaman buni vajohatidan. Ta'sir sekinroq yuring. Haligi bolalarni ushladi endi burilishda borib. Katta mashinada o'tiribmiz. Juda qimmat mashin. Haligi bolalarga borib, bolalar yaxshimisiz? Bu bolalar qo'rqib ketyapti. Katta ishlikmi? Hech narsa qilmadik sizga. Hech narsa qilmadilaring. Qalay, mana bu mashina zo'rmi dedi. Mashinasini ko'rsatdi. Aka, bu zo'r mashina. Barakallah. O'zing uchun bilib qo'ylaring bolalar. Hozir senlarning oldingda tiz cho'kishga tayyorman. Sani mashinangdan zo'r mashina yo'q. Chunki sen otangga sovg'aga olib ketyapsan. Mani otam o'lib ketgan. Men endi tanka haydasam ham, samolyot haydasam ham menga farqi yo'q. Sen olib ketayotgan mashinaga hech narsa yetmaydi. Rahmat etgani orqangdan quvib keldim.